hurmatli talabalar, bugun jismoniy tarbiya va sport fanidan gimnastika yakka juftda turnirda mashq bajarish mavzusini o'rganamiz va o'g'il bolalar uchun baland turnirga tortilish darsini o'rganib chiqamiz. Mashg'ulotimizni dastlab gimnastikadan xavfsizlik mashg'ulot jarayonida xavfsizlik qoidalariga amal qilishdan boshlaymiz. Topshiriqni bajarishdan avvalo badanni qistiruvchi mashqlarga bajaramiz. Dastlab yugurish mashqlari, safda yugurish va rivojlantiruvchi mashqlar, buyumlar va buyumlarsiz bajariladigan asboblar bilan, gimnastika tayoqlari, arqonchalar bilan turli xil mashqlarni bajarish orqali yelka bo'g'in gavda mo'ljallangan alohida mashqlarni yuguruvchanlik, aylanish, burilish va boshqa oyoq uchun mo'ljallangan keng qadamlar, o'tirishlar, sakrashlar va shu kabi mashqlarni bajarish ma'qul. Shundan so'ng tinchlantiruvchi mashqlarga o'tiladi. Gimnastika mashg'ulotlarida bajarish jarayonida insonni bo'lish, mashqlarni bajarishda tartibni saqlash, xavfsizlik qoidalarining eng asosiy qoidalarini bilish zarur hisoblanadi. Gimnastika uskunalaridan, misol uchun turnik, brus, tortish arqonlaridan va boshqa jihozlardan foydalanishdan oldin ularning yaroqlilik holatini tekshirib chiqish juda zarur hisoblanadi. Gimnastika uskunalarining puxta o'rnatilganligi va ularni tuzatib qo'yilganligini foydalanishga yaroqliligini bilish zarur. Baland turnirga bosish jarayonida o'g'il bolalar qo'llar bilan turnir yuqori qismidan ushlab osiladilar. So'ngra gavdani to'g'ri holatda ushlab, yuqoriga bir tekisda, gavda tekisligini to'g'ri holatda iyaklarini oshirib tortiladilar. Iyak oshirilishi to'g'ri bajarilganda va gavda to'g'ri bajarilganda tortilish to'g'ri bajarilgan hisoblanadi. O'g'il bolalar birortasi mashqni bajara olmasa, demak bu jarayonda past turnirdan foydalanish zarur. Past turnirdan tortilishda, osilishda oldin albatta yonida yoki murabbiy bo'lishi mumkin. Yolg'iz bajarish ancha xavfli hisoblanadi. Tortish jarayonida yordamchilar bilan bajarish yanada ham ma'qul. Turnirda bir oyoq bilan yerdan itarib, ikkinchisi bilan siltanib tayanch hosil qilish. Avvalo ushbu mashq elementini past turnirda bajarish o'rganib olish kerak. Buning uchun oyoqni turnik tagiga qo'yib, qo'llar bilan turnirni tepasidan ushlab, boshqa oyoq bilan siltanib oldinga, tepaga harakat qilish va qo'llarni turnirga tayanch hosil qilgan holda gavdani tiklab olish lozim. Past turnirga tortilishda ikkala oyoq bilan yechiladi. Turnir oldida orqaga aylanib chiqish. Tayyorlangan futbolchilar esa avvalo past turnirda ikkala oyoqlari bilan yechiladi. Aylanib chiqish mashqlarini bajarishlari mumkin. Turnirga chiqish holati. Demak, turnirga chiqish holatida turnir oldida turish va qo'llar bilan tepadan ushlab, turnir tagida oyoqlarni ikkala panjasini baralariga qo'yib, yarim o'tirgan holatda va siltanib itarilish va turnirga tortilish holati boshlanadi. Keyin bir aylanib to'g'rilanadi. So'ngra oyoqlar bilan orqaga tortilgan holda aylanib qo'llar qo'yish, qo'llarni qo'yib borish, sakrab tushiriladi. Agar mahalla yoki ovullarda turnir bo'lsa, ushbu mashqni elementlarni muntazam bajarib borilsa, bu juda ko'nikmani yuqori holatda hosil qilgan bo'lishi mumkin. Bugungi gimnastikada baland turnirga tortish o'g'il bolalar mashg'ulotini amaliy mashg'ulotlar orqali bajarishda davomiyligini ko'rib chiqamiz. Bugungi gimnastika mavzusida baland turnirga tortilish mashqini amaliy mashg'ulotlar orqali ko'rib chiqamiz. Dastlab yengil mashqni yengil ishlab boshlaymiz. O'tirgan bazalarda
aylantiramiz. Davom ettiramiz keyingi mashqimizda. Mast yugurish mashqini tugatamiz. Rivojlantiruvchi mashqlar orqali davom ettiramiz. Mashqimizni yana qo'llar yerda mashqlar orqali o'ng va chap tomonda dastlab qo'llar yelkada, yelka tomon mashqlarni yelka cho'llar oldinga 2 marta olib dastlab keyingi mashq qo'llar bo'sh holatda qo'llarni almashtirgan holatda mashq qilamiz. Bugungi mashqimizda mana shu yelka kamar mashqlari, bo'yin mashqlariga juda foydali mashqlar orqali davom etamiz. Keyingi mashqimiz qo'llarni qaysi tomon harakatda dastlab qo'llarni gavda bo'ylab 2 marta oldinga 2 marta orqaga. Dastlab endi tirsak orqaga. Dastlab keyingi mashqimiz gavda bel va yelka kamar mashqlarini mustahkamlovchi mashq. Qo'llarni to'g'ri holatda bukmasdan. Dastlab endi bel mashqiga o'tamiz. Demak, bellarimizni aylantiramiz. 2 marta o'ng tomonga, 2 marta chap tomonga. Dastlab oyoqlarni o'tmasdan kengroq yo'lni, demak egilgan holatda tegirmon mashqi bajaramiz. Qo'llar bukilmaydi, tizza bukilmagan holatda boshlaymiz. Qo'llarni to'liq unamiz. Qilib baramiz. Tizza bukilmaydi. Dastlab oyoqlarni to'g'ri holatda qo'yib, qo'llar oldinga o'tirib turish mashqi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 dastlab demak, keyingi mashqimiz tizzalarni tayantiramiz. O'ngga chap tomonga. Dastlab demak, o'ng oyoqni 5 marta, chap oyoqni 5 marta sakraymiz. Mana rohat. Almashtiramiz. Ikkala oyoqni bazamaymiz. Dastlab demak, oyoqlarni to'g'ri qo'ygan holatda, qo'llarni baland ko'targan holatda oyoq uchida ko'tarilamiz. 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 Dastlab demak, havo chiqarib, nafas olib dastlab demak, umr rivojlantiruvchi mashqimiz qanday? Badan turnikka tortilish mashqimizda eng asosiy mashqlardan biri, demak, yerda qo'llarga tayangan holda qo'llarni bukib yozish mashqini ko'rib chiqamiz. Demak, mashqni boshladi. Chunki bu mashq o'sha qo'l turnik tortilish oldidan juda foydali hisoblanadi. Turnikka mashq bajarishdan oldin qo'llarga bukib yozish, gavdani to'g'ri holatda tutgan holatda
turnik mashqini bajarsa juda foydali hisoblanadi. Mashq yetarli darajada bajariladi. Demak, turnikka tortilishdan oldin past turnikda mashq bajariladi. Biz past turnikda brusdan foydalangan holatda bajaramiz, demak, mashq holatini boshlaymiz. Turnikka tortilishdan oldin ancha foydali mashq hisoblanadi. Dastlab oldin turnikni sodiq holatlarini, yararli holatlarini birinchi o'rinda tekshirib ko'rish lozim. Yana shu narsa esdan chiqmasligi kerakki, turnirda mashq bajarishdan oldin gimnastika gilamini har ehtimolga qarshi to'shab qo'yilsa, bu har holda jarohat olishlarini oldini olishga foydali hisoblanishi mumkin. Turnikka tortilishda demak foydasi gavda to'g'ri holatda bo'lishi, turnirni to'sinidan nimasidan iyagimizni o'tishi turnirni mashqida to'g'ri bajarilgan hisoblanadi. Demak, mashqimizni hozir amalda ko'rib chiqamiz, turnirga olib chiqamiz. Mashq bajarishda har murabbiy bilan birgalikda bajargan yolg'iz holatda mashq bajarmaslik kerak, chunki nazoratda kimdir yonida turgan mashq bajarish holatini boshqaradi. Davlat tiltamasdan, shoshilmasdan, oyog'ini chalishtirma holatda qilib olish ham mumkin, to'g'ri holatda qilib olish ham mumkin. Yetarli. Demak, turnikka tortilish mashqini ko'rib chiqdik. Demak, bugun gimnastikada baland turnikka tortilish o'g'il-bolalarda mashqini ko'rib chiqdik. Uyga vazifa sifatida demak, turnirga tortilish mashqini mukammal tarzda bajarib kelish tavsiya etiladi. Bugungi video darsimiz shu bilan yakun.